Xo'p, shit terish jarayoniga ham yetib keldim. Kabellarni zachiska qilib hammasini taxlab chiqdim. Mana hammasi tayyor. Xo'p, qaysidir videoda bu yerda 3 talik, 2 talik pulchator bo'ladi deyilganda savol beribdilar-da. Buni ulab ketasiz. Keyin qaysi fazaligini qanday topasiz, tok berib topasizmi dedilar. Yo'q azizlar. Spetsialniy mana lampochkani kabelini ko'kini qoldirib ketaman mana. Fazanikini mana oqini qoldirib ketaman. Shu ikki xil kabel qilib qo'yaman, shuni bilish uchun. Mana shu bittalik faza bo'ladi, ikkitalik o'sha ikkita lampochkaga tegan kabel bo'ladi. Bu e'tiborlaringiz uchun. Xo'p, bu ishlar tugadi. Ertalabdan Xudo xolasa diska pulchatlar uстановkasini boshlasam, hozir esa mana bu 4 ta 5 ta shitni kabellarni tozalab, izolyatsiyalarini ochib, taxlab qo'yamiz. Boshlaymiz bo'lmasa.